Voy, o'g'lim, mana shu mashinani yetyapti o'zim. Yuring, ichini ko'rib narxini so'raymiz, ana. Mag'rur qadam tashlab yuraman. Dunyoda eng tabarruk. Men bilan qara. Otapola Jigulini sotib, Inamarka qatoriga adashib kirib qolishdi-da. Matiz qatorini ko'rib so'ramizmi? O'xtalaring hozir bilan men o'zim boplayman. Kelinglar. Ko'ringlar mashinani. Mashina bizga yoqdi. Narxi nech pul ekan buni? Pulinglar naqd bo'lsa, sizga 25 ming. Boplayapti-yu. Qo'ymaydi o'zi bu. Bu mashinangizni yangisini narxi salonda 42 ming-ku, uni ustiga besprabeg deb yozib qo'yibsizlar. Yili ham yangi ekan. Nimaga bizga bu mashinaning narxini 25 ming deyapsiz? Ekan? Erki, labzi bilan erki. 25 ming shtirsani xos nomingizga